to'g'ri qo'yib qo'yganni 1-2-3 oy ichida mana bu tutechka beraveradi. O'shandan bilsangiz bo'ladi. Sirazi salniga qotib qolgan bo'ladi. Arzonroq qo'ydirgan ko'pchilik joylaringizda uстановкamiz ham rasvo bo'ladi va хотя бы nimanidir Xitoy qilib yuborilgan bo'ladi. E'tibor beringlar. Mana trubkalar mana bu yerda nimalarga tegmagan holatda bo'lishi kerak. Chekkadan kelgan. Mana bu yerda remin bor. Juda pastli holat. Sizlarga qo'y etmasa ham bo'laveradi. Mana bu yerdan tegib, reduktor mana bu yerda. Или reduktor bu yoqda bo'ladi. Полный xullas o'zlaringiz bilasizlar, qo'ydirgan mashinalaringiz qanaqa chiqadi. Ko'pchilik mana bu o'tirib qo'yadi. Mana bunga tegib qolgan holat. Unda ham tekshirishga olib keladi. Sumkaga tushirishsa, pastida nimasi bor, plombasi. $45 ga tushasiz. Original $45 bo'ladi. Mabodo reduktorga tushirsa, $65 originali chiqadi. Buningini nimani o'ziga, mana bu shtrix kodi bor. Bundan tashqari korobkani o'zida ham bo'ladi, to'rtburchak. O'sha bilan kelsangiz, primoy Italiyani o'ziga olib keladi. Firma, Xitoyga emas. Reklama qilganda birinchi bo'lib miyani ko'rsatadi. Da, miya original bo'laveradi. Agar buni ham podshipka qo'yib bersa, endi undan og'irroq, $100 oshiq chiqadi. Grubi narsalarga miyani обязательно original ko'rsatadi. Bu yog'ini to'g'rilarish uchun. Farsonka yo reduktor yo blok armatura, xullas qimmatroq narsalar o'sha narsalar. Gaz balon endi tuletskiy, teker, beloruskiy 2-3 xili bor. Hammasi yaxshi chiqadi, gaz balonda muammo yo'q. Sizlar mana to'silib yotmasligi uchun bu yoqqa tegib, bu yoqqa tegib teshib, mana bu sirkulyatsiyalarga xalal bermasligi uchun addiniy bu yoqdan ketgani yaxshiroq. Bu videolarni ustalar ham ko'rishadi, o'zlaringizga kerak bo'lsa, mana shunaqa qo'ysanglar, o'sha ideal xolos. Hamma narsa joy-joyida. Imkoniyati ham shu xol. Bu esa 3 oydan 6 oygacha ishlab beradi. Undan u yog'iga qiluv qilib, mashinangiz bitta silindr yo'qqa o'xshab, mashinani o'zi boshlaydi. Yo siyib qoladi, yo bitta silindr ishlamay qoladi. Qaysisidir? Bu kanal основной o'sha muammolar qanaqa to'g'rilanish haqida ochilgan. Shuning uchun kimda qanaqa muammo bo'lyapti, ili nimani to'g'rilab ko'rsatib berish kerak bo'lsa, yozib tashlasangizlar kommentariyaga, buni albatta o'shani videosini xudo xolasa chiqarib beramiz. Чтобы uzoq yurganlar o'zi qilsa, o'zi to'g'rilasa, ustaga bormasa bizga foyda. Rahmat. Aytib qo'ysanglar bo'ldi. Даже like bosish ham kerak emas.